Odam bolasi ongli mavjudot. Shaxsiy fikr qanchalik muhim ekanligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Inson doimo qaysidir ma'noda mustaqil bo'lish kerak. Mustaqil bo'lish uchun esa shaxsiy fikrga ega bo'lish juda muhim. 5 ta barmoq birdek bo'lmaganidek, odamlar ham bir xil emas. Kimdir unday, kimdir bunday. Hammada ham kamchilik bor. O'z so'ziga ega bo'lish doim bilag'onlik qilib, o'zinikida qaysarlik bilan turib olish degani emas. So'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim deb bekorga aytishmagan har qalay. Menda bir nechta hikoyalar to'plami yozilgan kitoblar bor. Shularni o'qib yurganda ba'zi hikoyalar aynan shu fikrimga tasdiq bo'lishini o'ylab qoldim. Bu hikoyalar juda qisqa, lekin ma'nosi chuqur. Qisqa bo'lganligi va ikki hikoya ham shu suhbatimiz mavzusiga mos ekanligi uchun ularni o'qib bermoqchiman. Nisobova eri o'lib 2 ta yosh qizi bilan qoldi. 2-3 kishi sovchi qo'yganda u 2 bola bilan tinch turmush qila olishini ko'z oldiga keltira olmay rozilik bermagan edi. Nima bo'ldi-yu, usta Abdurahmon kishini qo'yganda darrov rozi bo'la qoldi. Bunga hamma ham hayron qoldi. Bu to'g'rida ba'zilar Nisobova ilgari ham usta Abdurahmon bilan don olishib yurar ekan degan gapni qilishdi. Ba'zilar bechora nima qilsin, 2 ta bolasi bor. Usta Abdurahmonning ham o'lgan xotinidan bitta o'g'li bor. Vaqti kelganda tili qisqa bo'lmaydigan ish qilibdi-da deyishdi. Abdurahmon yuborgan sovchi Nisobovaga shunday dedi: "Sizda 2 ta bola bo'lsa, u kishida bitta bola bor. Bularning yegan ichgani qayoqqa borardi? Bular uchun alohida qozon osilarmidi? Siz hammasining onasi, u kishi ota. Usta bolani jonidan yaxshi ko'radilar." Oradan 9 yil o'tdi. Bular 4 bola ko'rishdi. Bu 9 yilning 2-3 yilligini tinch o'tdi. Keyingi yillarda Nisobova qizlari tufayli necha marta qo'ydi chiqdi bo'lib oldi. Nisobova pichoq borib suyagiga tekkandan keyin qizlarni internetga berishni ham o'yladi. Ammo bu to'g'rida ham bilan maslahatsiz bir ish qilishga qo'rqdi. Maslahat qilganda usta Abdurahmon, "Ha, Roziq yamoqchining qizlari o'qib shahar so'rarmidi?" deb urushib berdi. Usta Abdurahmon qizlarni ko'p uradi. Bir kun Nisobova ursangiz o'sha do'koningizga olib borib uring deganida usta, "Ha, joni achiydimi? Bundan keyin men urayotganda kulib turmasang, 3 taloqsan" deb yubordi. Shundan keyin Nisobova ko'p martalar kuldi. Usta Abdurahmon ko'pdan beri Nisobovaga mehrini Faxriddinga to'g'rilaymiz deb yurardi. Faxriddin erka o'sgan tantiq bola bo'lgani uchun Nisobova "Ha, ish qilib ikkovining ham boshi omon bo'lsin" deb qo'ya qolar. Bu yo'q degan edi. Bir kuni ertalab nonushtadan keyin usta Abdurahmon "Chorshanba kuni to'y" dedi-yu, ko'chaga chiqib ketdi. Nisobova rang quti o'chib devorga suyanganicha qolaverdi. To'y o'tdi. Nisobovaning endigi qayg'usi mehrning bo'yida bo'lib qolishi, chunki Faxriddindan uning bo'yida bo'lishni sira xohlamas edi. Bir kuni u betini qattiq qilib kuyoviga ochiq aytdi: "Faxriddin, hali yoshsizlar. 3-4 yil bolasiz yurish yaxshi. Doktor shu ishlarni bilarmikan?" Faxriddin osilib turgan qalin pastki labini 1-2 qimirlatib, bilagi bilan burnini artib javob berdi: "Men bilmasam, dadam biladilar-da." Qo'ying, dadangizdan so'ramang, uyat bo'ladi-ya." Tumorlar, qaytarma suvlarni Nisobovaga faqat tasalligini berdi xolos. Mehr 2 qat. Homila 2 oylik, 3 oylik, 5 oylik. Nisobova talvasaga tushib o'zini qayoqqa urishni bilmas edi. Qanday bo'lsa ham homilani tushirish kerak. U mehrini ko'rpaga o'rab yangi qilinayotgan kiyizday yumalatdi. Qorniga yostiq bilan urdi. Ustiga chiqib o'tirdi. Qo'qqisdan qattiq qo'rqitdi. Bularning hech qaysisi foyda bermadi. Nisobova qayerdandir yangi bir chora topib keldi. Kimdir qorinni silash, bolani ezib yo'q qilishni o'rgatibdi. Nisobova 5 kun deganda ishning natijasini ko'rdi. 6-kuni kechasi mehri to'lg'anib chiqdi. Ertalab juda yomon ahvolga tushdi. Uyning u boshidan bu boshigacha dodlab yumaladi. U xuftongacha qolmaydigan ko'rinardi. Nisobovaning dami ichida. Faxriddin kaklikka suv quyayotib otasiga qarab qo'ydi. "Ha o'g'lim, xafa bo'lyapsanmi?" dedi otasi. "Yo'q", dedi Faxriddin cho'zib. "Xafa bo'lma, aravaga odam yubordim. Kasalxonaga yuboramiz. Bo'lsa bo'lar, bo'lmasa xotinning urug'i Hirotdan kelgan emas." Mehr xuftonga yaqin kasalxonaga yuborildi. Faxriddin 2 soatdan keyin meni kirgizmadi deb qaytib keldi. Nisobova kasalxonadan yarim kechasi kelib, saharda yana ketdi. Mehr kasalxonada uzoq yotib qoldi. Undan faqat Nisobova xabar olib turar edi. Bir kuni kuyovini koyidi. "Faxriddin, bir marta borib eshikdan qalaysan deb kelsangiz bo'lmaydimi?" dedi. Faxriddin peshonasiga qo'ngan pashshani ushlagani qo'l ko'tarar ekan,
Dadam chorshanba kuni borgin deyaptilar dedi. Chorshanba bozor kuni edi. Usta Abdurahmon Faxriddinga 2 so'm pul berdi. Ma, yo'ldan mayda cho'yda ol. Kirganingdan keyin ahvol so'ra. Yengil bo'lsa xayriyat degan. Sening yo'qliging uchun uyda tura olmay yotibman. Yomon bo'lar ekan degan. Faxriddin yo'lda ketayotib negadir dam kular, dam burnini artib yo'talar edi. Faxriddin bozordan otasi tayinlagancha 2 ta shirmoy non, yarim qadoq pista oldi. Kasalxonaga borib, o'zi ko'rgan eshikka kirib ketayotganida bir xotin qaytardi. Olib borib bir kursiga o'tkazib qo'ydi. Shu bilan u xotin dom daraksiz bo'lib ketdi. 2 soatdan keyin yana bir keldi-yu, Faxriddinga indamay bir uyga kirib ketdi. 1 soat chamasi o'tgandan keyin chiqib Faxriddinni imladi. Faxriddin kirganda Mehri endi uyqudan turgan ekan. "Ho, yaxshimisan?" dedi Faxriddin. Mehri sekin "Keling" dedi. "Yaxshimisan? Uyda sen yo'q. Dadam qiynalib qoldilar. Yomon bo'lar ekan. Kundan kun battar bo'lgan edim. Olib tashlashdi. Naq o'la yozdim. Xayriyat. Ko'rdim, boshi yo'q." "Iya?" dedi Faxriddin og'zini va ko'zlarini katta ochib. "Bolani ham boshi bo'lmaydimi? Dadamdan so'raychi." Uning gaplariga quloq solib raftorni kuzatib turgan hamshira "Kasalni toliqtirib qo'yasiz, bas" dedi va eshikni ko'rsatdi. Mehri kasalxonadan chiqqandan keyin Nisob va ikkala qizi bilan bosh olib chiqib ketdi. Vahobjon To'raqulov yangi ishga tayinlanib, yangi uy ham oldi. U ko'ch-ko'ron ortilgan mashinani jo'natdi-yu, yana nima qoldi ekan deb hovliga kirdi. Tandirning oldida tashlandiq narsalar orasida 2 ta ko'zacha ag'anab yotar edi. Bu ko'zachalar o'z zamonasida kulollik san'atining durustgina asari hisoblangan bo'lsa ham, hozir nazardan qolgan. Buning ustiga eskirib suri to'rlagan. Shuning uchun To'raqulovning xotini yangi uyga munosib ko'rmay tashlab ketgan edi. To'raqulov allanechuk mung'ayib yotgan ko'zachalarga rahmi kelganday bo'ldi-yu, ikkalasini 2 qo'ltig'iga qisib jo'nadi. To'raqulov guzardagi choyxona oldidan o'tib ketayotganida 2 kishi irg'ib so'ridan tushdi. Qo'l qovushtirib yo'lini to'sdi. Qo'lidan ko'zachalarni bittadan olib, o'zini izzat ikrom bilan bir piyola choyga taklif qildi. To'raqulov bularni idorada 1-2 ko'rgan, lekin ikkovining ham familiyasi Nazarov ekanini, biri semiz va biri qori bo'lsa ham, xulq fe'l-atvor yog'idan xuddi bir qolipdan chiqqanday bo'lgani uchun idoradagilar bularni qo'sh Nazarovlar deb atashini bilmas edi. Semiz Nazarov To'raqulovga nazokat bilan bir piyola choy uzatib, ko'zachaning qorniga shappaladi. "Asl mol, dedingizga qoyilman. Bunaqa molni taniydigan, qadriga yetadigan odam hozirgi zamonda 1000 tadan bitta. 100 mingtadan bitta", dedi Oriq Nazarov. Semiz Nazarov lunjini shishirib ko'zachaning ichiga pufladi. Bo'yniga 2 barmoqlab chertdi. "Hunarmandlar ham o'lmasin." Oriq Nazarov ko'zachaning ichini hidlab, qornini yuziga surkab ko'rdi. Hunarmandni hunarmand qilgan hunar emas, Vahobjon akamlardek didli, zarshunos odamlar. Shu ko'zacha bironta to'qim tabiat odamning qo'liga tushsinchi, Qo'sh Nazarovlar Vahobjon akamning nozik didi, tengi yo'q zarshunosligida haqida biri qo'yib, biri gapiravergandan keyin To'raqulov xijolat bo'ldi-yu, shu choqqacha payqamagan ekanmizmi deb ko'zachaga ko'z qiri bilan razm soldi. Yo'q. O'sha eski ko'zacha, yangi bo'lganda ham hozir birov bir pulga olmaydi. To'raqulov Qo'sh Nazarovlarning did va zarshunoslik haqidagi maqtovlaridan o'zini mudofaa qildi. Juda ham unchalik emas shekilli. Qornidagi suratni ko'ringlar. Ho'kiz desang cho'chqaga o'xshaydi, cho'chqa desang ho'kizga o'xshaydi. Bu gap Qo'sh Nazarovlarning ne mashaqqat bilan sozilayotgan torni uzganday bo'ldi. Semiz Nazarov bir palla nokka o'xshagan qornini silkitib kuldi. To'g'ri, bu albatta rassomning kamchiligi, lekin rassomning kamchiligi ko'zachaga husn bo'lib tushgan. O'ziga yarashadi. Dunyoda shundan kamchiliklar ham bo'ladi. Oriq Nazarov suratga xurkkan tovuqdek bir nazar tashlagandan keyin bo'ynini ichiga tortib, iyagini bir tomonga chiqarib, kuchangan bir tovush bilan To'raqulovning nozik did va baland tabiatini uning o'zidan mudofaa qildi. Menimcha ham bu har qalay kamchilik emas, balki ko'zachaning yutug'i. Suratning notayin bo'lishi kishini o'ylashga, har xil taxminlar qilishga, aql ishlatishga majbur qiladi. Ko'zachaning menga yoqqan tomonlardan biri ham mana shu. Semiz Nazarov To'raqulovning yelkasiga qo'lni tashladi. Vahobjon akam bizni sinayatibdilar. Yaxshi rahbar shunaqa bo'ladi. Qo'l ostida odamlarni har tomondan titkilab ko'radi. Shundan keyin To'raqulov o'ylab qoldi. Ular ko'zachani bahona qilib menga katta-katta suyak tashlayapti-ku.
idora boshlig'i tupursa tupugini yerga tushirmaydigan odamlarga o'xshaydi. Oriq Nazarov ko'zachani 3 barmoq bilan ko'tarib bir narsa demoqchi bo'lganida To'raqulov so'z qotdi. Durust. Sizlarning ham didlaring joyida ekan. Idorangda shunday didli odamlar bo'lsa, yuking yerda qolmaydi. Shu ko'zachalarni yangiligida talay pulga olgan edik. Semiz Nazarov shoshib so'z qistirdi. Dutor, vino, mana bunaqa narsalarning eskisi yaxshi bo'ladi. Balli, otangizga rahmat dedi To'raqulov. Shularni bizga pullab bersalaring juda xursand bo'lardik. Sal kam xarjroqmiz. Qo'sh Nazarovlar hang-mang bo'lib qolishdi va ikkovi baravar qanchaga deb so'radi. Sizlar turganda men baho qo'ysam qandoq bo'lar ekan? Yangiligida har birini 500 so'mdan olgan edik. 20 yil bo'ldi. Har yili 25 so'mdan eskirganda ham tan narxi bilan 1000 so'mdan bo'larmikan? Oshig'i sizlarniki. To'raqulov shunday dedi-yu, ko'zachalarni ikkovining qo'liga bittadan tutqazib turdi ketdi. Qo'sh Nazarovlar uning ketidan qarab qolaverishdi. To'raqulov ko'zdan g'oyib bo'lgandan keyin Oriq Nazarov hushiga kelib Semiz Nazarovga yeb qo'ygudek bo'lib qaradi va ko'zachani uningga tomon yumalatdi. Ol, sotib ber endi. Semiz Nazarov ikkala ko'zachani uning oldiga surdi. Maqtovni sen keltirding, sen sotib ber. Janjal chiqdi. Qo'sh Nazarovlar ko'zacha bilan bir-birining kallasiga tushirdi. Ikkovi ham hushdan ketib yiqildi.